Yaxşımızlar köpçülük, men sizlarga bilgan yangi mahsulot jingli jo'nang yana alohida qilib salgan odam badaniga hech qanday aks ta'siri yo'q, davolash xarakterlik isl bo'lgan mahsulot yana jingli jo'nang mahsuloti. Bu mahsulotniki tarkibida dengiz shirichiviqi, bo'g'i chiviqi, odam giyo va mehr giyo, bo'g'i mungizi qatorliq shunday qimmat baliq mundaq risiplar bilan yasalgan. Bu mahsulotniki hamda unumdorlik haqiqatdan yaxshi. Bu mahsulot faqat 15 kun yutadi. 15 kun yetgan bilan bu mahsulotniki bas intayin qimmat. Bunda qimmat dorilar bilan yasalganlik uchun bu mahsulot bunda qimmat. Buniki mush bir qutisidan 1980 yuan. Mush bir qutisi 1980 yuan. Bu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin 3 kundan unumini ko'rsatadi. Mayli er olaylı, mayli ayollar olaylı. Biz degemde şu erler kasalliklari ve ayollar kasalliklariga alayda unum qiladigan mahsulot. Biz er ayollarda nima uchun shunday kasalliklar hozirgi mush davrimizda bunday kasalliklar ko'plab ketadi degan chog'da hozir bizning yeyotgan yemeklarimizniki ximiylik moddalar aralashib ketganligi uchun bizniki mush badanimizga muhim 3 a'zoni yana xizmat iqtidorini chekindirib bordi. 3 a'zoyimiz qaysi degan chog'da jigar, tal, börek. Mush 3 a'zoyimiz butun badanga zaharlarni so'zdigan a'zo, eng muhim a'zo. Mush 3 a'zoyimizniki xizmat iqtidori chekinib ketgan chog'da, o'shada masala ko'rilgan chog'da erlar kasalliklari, erlar nazbi ziyonligi deymiz, erlardagi har xil erlar kasalliklari, ayollar kasalliklari, ayollardagi hayz qalayimqon kelish, tuxumdan chekinish, bunda xilma-xil kasalliklarga mushu 3 a'zoyimizniki ta'siridan bunda erlar kasalliklari, ayollar kasalliklari kirib qolamiz. Mana mush mahsulot, mana mush erlardagi, mayli ayollardagi badanimizga jigar, tal, börek mush 3 a'zoyimizni 15 kunda mana haqiqatan yaxshi qilib yetalaydi. Shunga bu mahsulot shunday qimmat. Bu mahsulotning unumi hamda shu kasal davolash xarakterliga, ya'ni yesak hamda unum qilganda qilib to'xtatib qo'ysak asli qaytib qoladigan ish yo'q. Bu mahsulot hamda bunda alohida qilib bunda qimmat dorilar bilan yasalgan. Bu mahsulotniki abatdan deb o'tdim. Bir qutisi faqatla 1980 yuan. Bu mahsulotniki ichidan 90 tal kapsul chiqadi. Atdiganda tamoqdan keyin 3 tal iste'mol qilsiz, kechki tamoqdan keyin 3 tal iste'mol qilsiz, 15 ga iste'mol qilish ketadi. Ko'pchilik sizlarga men mushundaq alohida bo'lgan, endi biz o'zimizga ehtiyojli bo'lgan, butun jamiyat ehtiyojli bo'lgan mushundaq isl bo'lgan mahsulotni sizlarga alohida tavsiya qildim. Hammalarniki o'rtaq iste'mol qilib, ayol demay o'rtaq iste'mol qilib, unumlik foydalanishinglarni chin ko'ngildan tavsiya qilaman.